Qilmadiki, tushunmadim. Metroni oldik mana shu tayyor hovlini 1 kvadraturasini $777 beryapsiz. Ha, oke, tushunmayapsizmi? Shunaqa narxda beryapmiz. Mebel texnikasi bilanmi? Ha, oke, mana shu yerda mana nimani ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi ichida, oke? Ishongim kelmayapti. Bu joyimiz necha sotuga tushgan? 1 sotuga tushgan, oke? Metrogacha 500 metr. 500 metr. Metro yaqin. Remontlarga alohida e'tibor berasizlar. Endi qarang, tepada ikkinchi, uchinchi qavatlar bor ekan, u yerda qanaqa xonalar bor? Ikkinchi etajimizda 3 ta spalniyamiz bor. Bolalar xonasi, qizlar xonasi и родительский spalniy. To'rt tarafi masjid shundoq ko'rinib turadi. Azon ovozi eshitilib turadi. 3-qavatimiz bir taraf terrasa, bir tarafimiz zal qilsa ham bo'ladi. Xullas, mehmonni mazza qilib kutib oladigan joy ekan-da. Shunaqa, oke. Bu yoq tomonda nima bor aka? Yonimizda sanuzelimiz, Общий ikkita sanuzellar bor, birinchi, ikkinchi qavatda. Issiqqina cho'pli polmi aka oyog'ida? Cho'pli pol. Gap yo'q. Bu yoq tomonda katelnik xonasi. Endi aka, asosiy xonasini ko'rsatamiz. Marhamat, oke. Gastro zalimiz. Joyli deganlar. Shunaqa hovlida yashashni niyat qilib yurgan bo'lsanglar, shu videoga bitta like bosib, yaqin tanishlarga tashlab qo'yishingiz chiqmasa, aka bu joyda nechta kottej qurgansiz? Umumiy 7 ta qurganmiz, oke. 3 ta mana shunaqa jihozligi, bundan ikkitasini sotib bo'lganmiz. Bitta shu qoldi. Bitta shu qolgan. И 4 ta 4 ta 80% bor. Bu joyimiz qayerda joylashgan? Sergeli tumani, Yangi hayot. Navro'z mahallida Tupik ko'chada joylashgan bo'ldi. Ha, bolalar uchun xavfsiz ekanda. Bolalar uchun xavfsiz. Endi qarang, bizlardan obunachilar kelib, shu uyni olaman desa, o't beradigan joy bormi? O't beradigan joyi bor, oke. Ha, o't berasiz-da? O't beramiz. Ana 80%ligingiz u sal anaqa. Uni kelishamiz, oke. Ha, kelishadigan joy bor. Remontiga qarab. Mehmon kutib olaman desanglar ham mazza. Nechta mashina qo'ysa bo'ladi tashqariga? Tashqariga 10-15 ta mashinalik parkovkamiz bor. Xullas, uyim joyini deganlar, ushbu hovlisida yoqqan bo'lsa, yo'qsa bitta like bosib qo'yinglar. Pastda akamiz nomerini qoldiraman, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Aytgancha bu videoni yaqin aka-uka, qarindoshlarga jo'natib qo'yish kerak ekan-da, yonma-yon yashasa bo'lar ekan. Hali bor, yonma-yon uylarimiz bor, oke. Xullas, shunaqa gaplar. Charchab qolmanglar.